Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay G'aza bilan atalmış Şinjanni selishtirib, atalmış Şinjanni taraqqiy qildirib etganligini bildirmoqchi bo'lgan. Xabarlar haftasi to'rining 31 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning Fransiyadagi elchiligi binolari sog'lom qad ko'tarib turgan atalmış Şinjan bilan bombardimanda vayron qilib etilgan G'aza selishtirilgan rasmni Twitterda ham bahirlagan. Tashqi ishlar kelishidan Lindsey Mizland amaliyotda Xitoy 2017-yildan e'tiboran ayol, cho'ng kichik 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilib, jazo lagerlari va turmalarga qamab, chekidan oshgan vahshiy usullar bilan qiynab, irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Bu hatto Amerika boshliq G'arbdagi ba'zi davlat hukumatlari va parlamentlari tomonidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi Xitoyning bu vahshiyligini ig'ir inson haqlari dafsanchiligi deb tunidi deb yozgan. Munosabatli axborotdan ma'lum bo'lishicha, Falastin-Isroiliya to'qinishida Isroiliyada 1400 kishi o'ldirilgan. Amaldorlarning bildirishicha, G'azada 8000 kishi o'ldirilgan. Xitoy o'zining parlaq siyosatining soyasida atalmış Şinjanning gullanganligini, Amerikaning siyosatida G'azaning yo'qolishga qarab yuz tutganligini tushuntirmoqchi bo'lgan. Xabarlar haftasi Xitoyning Pokistondagi kultural ishlari direktori Jang Hajangning atalmış Şinjanni G'azaga selishtirgan manbalarni o'chirib etganligini isbotlagan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor xabarlar haftasiga bergan bayonotida Xitoy yolg'iz Uyg'urlarning turalg'i joylarini emas, balki hayoti va kimliklarini yo'qotdi. Uyg'urlar falastinliklardek chet elning yordami va qo'llashiga erishilgan bo'lsa edi, mustaqil gullangan bir Sharq Turkiston davlatini barliqqa keltiradi dedi. Xitoyning Falastin-Isroiliya to'qinishiga tutgan pozitsiyasi Beyjingni tinchlik olib kelguchi sifatida ko'rsatdi. Xitoy katibashi Shi Jinping Misr bosh ministri Mustafa Madbuli bilan ko'rishganda, urushni qisqa vaqt ichida to'xtatish kerakligini aytdi. Falastin-Isroiliya to'qinishi Beyjingning Uyg'urlarni jazo lagerlari va turmalarga qamash qilmishini bir tarafga qayirib qo'yib, Beyjingni gunohsiz ko'rsatishga tirishish, arab davlatlarining qo'llashini qo'lga keltirish uchun fursat bilan ta'minladi. Qatar tashqi ishlar ministri Abdulaziz Al-Xulayfi bayonotida Qatar Xitoyning roli va ta'siriga intayin ahamiyat berdi hamda Falastin masalasini baldurroq, adil va muvofiq hal qilishga tirishish uchun Xitoy bilan bo'lgan aloqani davomli kuchaytirdi dedi. Yaqinqi kunlardan buyon Xitoy Isroiliyaning o'zini qo'g'dash huquqini ta'kidlash bilan bir vaqtda tangqurlikni saqlashga urindi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi dushanba kuni Isroiliya mansabdoshi Eli Cohen bilan telefonda ko'rishganda, har bir davlatning o'zini qo'g'dash huquqi bor, ammo chuqur xalqaro insonparvarlik qonuniga amal qilishi va fuqarolarning bexatarligini qo'g'dashi kerak dedi. Yevropa va O'rta Sharqdagi bir vaqtda maydonga kelayotgan to'qinishlar G'arbning diqqati va mablag'ini jiddiylashtirib qo'ygan. Amerika Majlisining xabar kanali bo'lgan To'pila xabar torining 1 noyabr kunidagi xabarda Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishi, Filippin bilan Janubiy dengizidagi zimin mojarosi sababidan Hind Tinch okeanida yangi to'qinishdan kelib chiqishidan andish paydo bo'ldi. Parlament a'zolari Bayden hukumatiga qaysi to'qinishni muhim o'ringa qo'yishni tanlashga besim qilmoqda. Ba'zi mutaassib jumhuriyatchilar Amerikaning Rossiyaning Ukraina ishg'oliga qarshi Ukrainaga qurol va o'q-dori yordam qilishga qarshi turdi. Ba'zi ilg'or demokratchilar Iran qo'llagan Hamasga qarshi Isroiliyani qo'llashga e'tiroz bildirishdi. Har ikkala tarafda Xitoy bilan harbiy to'qinishib qilishdan andish qilish ahvollari mavjud. O'tgan hafta e'lon qilingan Oriana Skylar Mastroning Xitoy va Tayvan haqidagi Amerika xato tushungan narsa nomli maqolasida yaqinqi Beyjingdagi hukumat amaldorlari va Xitoy akademiklari o'rtasidagi oxirgi talash-tortishlardan olgan ta'siroti o'tirg'a qo'yilgan. Maqolada 2016-yili Tayvanning mustaqilligini qo'llaydigan Tayvan Demokratik taraqqiyot partiyasidan saylangan Tayvanning raisligiga saylangandan buyon Shi Jinping mustaqillik kayfiyatini suslashtirish uchun harbiy mashq qildirish va bostirish taktikalari bilan harbiy hayvasini ko'rsatdi deyildi. Xitoyning Tayvanga qaratgan tajovuzchilik loyihalari xeyli burunqi tarixga tutishidi. 1952-yildan 1958-yilgacha bo'lgan oraliqdagi Tayvan bo'g'ozi krizisida Mao Zedong va Chiang Kai-shek Tayvanni talashib, uni Xitoyning ichki urushining oxirgi ko'rishi degan. Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy besimi faqat Tayvanning oxirida mustaqil bo'lish orzusiga berilgan javobli bo'lmasdan, Tayvanni Xitoy Kompartiyasining hukmronligini qabul qilishga majburlashdan iborat. Beyjing 2005-yildagi bo'lginchilikka qarshi turish qonunida niyatini bayon qildi. Ya'ni agar tinch yo'l bilan Tayvanni qo'shib olish mumkin bo'lmasa,
barliq zo'rlash tadbirlarini qo'llanish. Shuni tushunish kerakki, Tayvanga qilingan hujum muqarrar holda Amerika bilan bo'lgan urushdan derak beradi. Natijani qo'lga keltirishning birdan-bir ishonchli yo'li rasmiy oshkora bayonot e'lon qilish. Bayden hokimiyati bo'lginchilikka qarshi turish qonuni haqida Xitoyga taklif berishi kerak. Xitoy bu qonunni bekor qiladi va ya Tayvanga zo'rlik ishlatish yoki majburlashdan rasmiy voz kechadi. Washington Tayvanning mustaqilligini qo'llashni davomlashtiradi. Amerikaning qo'yiq iqtisodiy munosabati va bexatarlik yordamini qo'g'daydi va kengaytirdi. Agar Xitoy Tayvanga harbiy kuch ishlatsa yoki qamal qilsa, Amerika Tayvanni qo'g'dab qolmay rasmiy e'tirof qiladi. Yevropa, O'rta Sharq va Hind Tinch okeanidagi raqobat kuchiga ega bexatarlik va'dasi orasida tanlashning ehtiyojidan saqlanish uchun Amerika strategik aniqlik bilan Xitoyning Tayvanga qilgan tajovuzchiligini to'sib qolmay, yana Ukrainaga kuchli qurollarni vaqtida yetkazish orqali Rossiyaning tajovuzchiligini mag'lub qilishni tezlatishiga yordam berish kerak deyildi. Kanada yoshirin xatiri sababidan Xitoyning o'ndidarini davlat jihozlaridan cheklagan. Asiya pul muomala xabar torining 31 oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Kanada bu yilning boshlarida Xitoyning qisqa sonliq qo'llanishchan programmasi TikTokni amaldan qoldirgandan keyin endi o'ndidarni hukumat tarqatgan ko'chma uskunalarda ishlatishni cheklagan. Cheklash buyruqi Kanada uchur boshqarish amaldorining Transnetga oid uchirlashish programmasining maxfiy va bexatarlik nuqtasidan qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir xatar elib kelganligini bayqab qaror qilgandan keyin e'lon qilingan. Boshqa yana Rossiyaning virus tozalash programmasi Kasperskyni cheklagan. Kanada Moliya ishlari komiteti o'ndidar va Kasperskyni cheklash qarori Kanada hukumat tori va sonliq ma'lumotlarning bexatar va qo'g'dilishiga kafolatlik qilish, shundaqla xalqaro sheriklarimizning moslashishiga uyg'un bo'lish uchun chiqarildi degan. Bu applar dushanba kuni hukumat tarqatgan ko'chma uskunalardan chiqarib o'tildi ekan. Abonentlarning kelgusida tushirib olishi cheklandi ekan. Xitoy diplomatiya ministrligi Kanada hukumati hech qanday paketi bo'lmagan ahvolda davlat bexatarlik huquqining tipik umumlashishi bo'lgan sonliq ma'lumot bexatarligini qo'g'dash nomida Xitoy shirkatlariga cheklama qo'ydi. Bu cheklash kuchi davlat huquqidan qalayimqon foydalanib, ba'zi davlatlardagi korxonalarning harakatini nomuvofiq bostirib qo'ydi degan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin seshanba kunidagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida biz Kanada tarafining ideya jihatdagi bir taraflama qarashini bir chetga qayirib qo'yib, bozor iqtisodiy prinsipiga amal qilib, Xitoy shirkatlarining adil, barobar va kamsitishga uchramaydigan savdo muhitiga kafolatlik qilishini umid qilamiz degan. Kaspersky buningga hayron qolganligini va umidsizlanganligini aytib, Kanadaning shirkatga hech qanday ogohlantirish va fursat bermasdan hukumatning andisini hal qilish uchun bu qarorni chiqarganligini aytgan. Tarix insonga xos bo'lgan va uning ishlab chiqargan mahsulidir. Tarixsizlik faqat hayvonlarga oiddir. Agar insoniy suratimizdan tashqari shundaqla yeb-ichib yashashdan, o'rmon qonuni hukm surayotgan dunyoda putirab turish ko'rishi yo'lidagi tirikchilik qo'yga banit bo'lib o'tishdan boshqa insoniy xususiyatimiz ham tirik deb qarasak, bulg'angan tarixni quchoqlab yetib, allaylanib yashashni, mayatda tarixsiz millatga aylanishni qabul qilib yashayotganimiz yetmagandek, tarixsiz tub bo'lib ezib tugashni qabul qilishga qarab ilgirlashdek sun'iy va halokatlik yo'lning bizni ram qilib olishiga yo'l qo'ymasligimiz, yashayotgan dunyoning ilanguchlarida sangilatilgancha o'zligimizni yittirib qo'yishdan sagaklik bilan mudofaada turishimiz lozim. Buning uchun millatning tarixini o'zliksiz qilib turish roliga ega bo'lgan til, din, madaniyat, kultur va ota-ajdod merosi kabi milliy qadriyatlarimizga ega chiqishni uzib qo'ymasligimiz zarur. Buni to'solqsizlashtirish, qarg'a kelar holatga elib kelishning yo'li bo'lsa, oldi bilan to'solg'ularning nimaligini bekitish va bir taraf qilish. Her türlü ro'yi qulluqqa qarshi keskin tarzda jang e'lon qila oladigan, yoq deya oladigan ongni zehniyatimizda shakllantirishdir. Shuningdek, vatansevar doiralar bilan unutildirilgan va obrazi bulg'ab etilgan qahramonlarimizni farqlantirgudek saviya sapa yetildirish. O'z qo'limizda tiklatkizilgan milliy butlarni ikkilanmasdan yana o'z qo'limiz bilan chaqib tashlashga jur'at qila oladigan ibrohimiycha ruhdan, shutuqcha jasoratdan, Yusuf'a sahipçe bilgi, hikmet ve parasetten nesibe almağımız zarur. Qachonki suzuk iman, milliy ruh ve ilim hikmetini bir gavda qilib shakllangan o'zlikni, o'zimizga xos bo'lgan zihniyatni barpo qilib chiqalayotganmiz. Shubhisizki, asorat kishilarimiz bir tal hal qismi qolmay parchaqlangusi va bu bizni muvaqqat istiqlol va istiqbolga yuzlantirgusi, erishtirgusidir. Inshaalloh. Borxon Muhammadning suyuqlantirilgan mustaqillik va Satqulluq Güllengilleri namlıq maqalasidan elindi. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpdən köp rahmat.
Kelar qıtımqı programımızda görüşkice Allah'a amanet bolğaysizlar.